атайын Украинада. Hürmetli tutanlar, millettaşlar, bir yıldan atayın Ukrainada soğuşlara qon qo'yilgan. Tataristonda ham Boshqirdistonda bugungi kunga 1330 kishi halok bo'lgan. Bu rasmiy tanilgan ma'lumot. Ammo Shimborliqda o'lgan kishilar soni bir necha taqir ko'proq. Bu minglab tatarlar ham boshqalar narsa uchun o'lganlarsin jinoyat. Rossiya Ukrainaga hujum etdi. Ol ham bosib oldi. Ukraina xalqi o'z yerlarini, o'z davlatini yo'qotib chiqishi, Rossiya armiyasi okupant bosib olishi